Assalomu alaykum hurmatli podpisчиклар. Mana bugun bolalar bilan savol javobimizni boshlaymiz. Birinchisi, qaysi biri ko'proq sho'xlik qiladi? Qaysi biri ko'p uxlaydi? Qaysi birini odamlarga qo'shilishi qiyin? Qaysi biri dangasaroq? Qaysi biri ko'chadan uyga kirmaydi? Qaysi biri ertalab tura olmaydi? Qaysi biri ovqatni tanlab yeydi? Qaysi biri Alloh ismlaridan 5 tasini ayta oladi? Qaysini aytasan? Ayt. Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Temur ayt. Men bilmayman. Bilmaysan? Yo'q. Bo'ldi. Qaysi biri ko'proq telefon o'ynaydi? Qaysi biri qishloqni yaxshi ko'ra oladi? Qaysi biri Zarafshonni yaxshi ko'radi?